O'smir yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalarga musiqiy ritmik ta'sir ko'rsatish logopediya ish tizimida samarali usullardan biridir. Musiqiy ritmik ta'sir bu musiqa, harakat hamda nutqni uyg'unlashtirgan holatda bolaga umumiy hamda nutqni rivojlantiruvchi ta'sir o'tkazish mohiyati hisoblanadi. Bunda bolalarda eslab qolish, nutqni tushunish, ritmni his qila olish, koordinatsiya, talaffuz hamda intonatsiyani yaxshilashga yordam beradi. O'smirlik yosh davri 11-16 yoshda psixofiziologik o'zgarishlarga boy davr hisoblanib, bu yoshdagi nutq nuqsonlariga quyidagilar kiradi: dizartriya, disleksiya, dislaliya, agrafiya, allaliya, afaziya kabilar. Ushbu nutq nuqsonlarida turli musiqiy ritmik ta'sirlarning usullaridan foydalanish mumkin. Birinchi usul ritm va nutqni uyg'unlashtirish. Ushbu usulda turli ritmik vositalar, barabanlarni urish yoki bo'lmasa fon musiqasi ostida turli she'rlar, ertaklar, turli harakatli so'z iboralarini uyg'unlashtirilgan holatda amalga oshirish mumkin bo'ladi. Ushbu usul orqali bolalarda nutqni tushunish, ritmni anglay olish hamda eshitib idrok etish rivojlanadi. Ikkinchi usul bu harakat va koordinatsiyalar. Ushbu usul orqali turli musiqa ohangida bajariladigan pantomimalar, so'z o'yinlaridan foydalanish mumkin hisoblanadi. Ushbu usul orqali bolaning miyalari uyg'unlashgan holatda rivojlanishini ta'minlaydi. Bu esa bolani ham aqlan, ham eshituv idroki, ham ko'ruv idrokini uyg'unlashtirilgan holatda vazifani bajarishini ta'minlaydi. Fonetik ritmik mashg'ulotlar. Logopedik turli she'rlar, to'g'ri talaffuzga yo'naltirilgan qo'shiqlardan foydalanish mumkin hisoblanadi. Misol uchun, musiqa ohangida ritmga moslashgan holatda so'zlarni bo'g'inlab aytish va ularni so'z o'rtasida turli harakatlarni bajarish. Ushbu so'zlarni aytish va ularni takrorlagan holatda turli ritmik harakatlarni bajarish bu musiqiy ritmik ta'sir qilish usullaridan biri hisoblanadi.